Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, obunachilarim, hammanglar sog' salomatmisizlar. Yana ko'rishib turganimdan xursandman. Hammanglar bilan boringlarga shukur. Har biringlarni yaratgan egam har biringlarni mushkulinglarni oson qilsin deyman ilohim. Mendan minnatdor bo'lgan, meni duo qilgan insonlarni oilasiga har doim baxt tilayman. Oila kartasi tushyapti. Hammanglar o'ylagan maqsadinglarga yetinglar ilohim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukur. Bugun shunaqa ochirim qilamiz. Avgust oyida bizni nimalar kutyapti deb. Avgust oyida biz ishda, munosabatda nimalar kutyapti? Qani ketdik. Avgust oyida qanaqa energiya bilan boshlayapmiz? Qarang, kutilmagan surpriz kelyapti hayotingizga. Siz kutgan qo'ng'iroq bo'lishi mumkin, siz kutgan pul bo'lishi mumkin, siz kutgan taklif bo'lishi mumkin. Ajoyib karta bilan boshladik-ku avgust oyini. O'zingiz ustingizda ishlashni xohlayapsiz avgust oyida. Ish uchun ko'ra qolaylik. Ishda nimalar kutyapti? Nimanidir tugatyapsiz ish yo'llaringizda, ya'ni o'zingiz ustingizda ishlamoqchisiz, nimanidir o'rganmoqchi bo'lyapsiz. Balki siz kutgan xabar shudir. Yangidan hayot boshlayapsiz. Quyoshdek porlayapsiz, energiya zo'r bo'lyapsiz avgust oyida. Nimanidir tugatib, nimanidir yangidan boshlayapsiz. O'zi pozitiv energiyadagi inson ekansiz. Qanaqadir erkak bilan munosabatingizni yo tugatyapsiz yoki ishda yoki munosabatda tugash bo'lyapti qaysidir erkak bilan. Mehnatlaringiz natijasini ko'radigan payt kelganligi, har doim olg'a intiladigan insonligingiz va mehnatdan qochmaydigan, kurashdan qochmaydigan insonsiz va buni natijasini ko'radigan paytingiz kelganligi. Sevgida ozgina ikkilanish bor. Sevgida yoki teng sherikli ish biznes qilsangiz ozgina ikkilanish bor sizda. Ya'ni ikkilanib turibsiz. Qarang, yoki sizda uchinchi shaxs bo'lsa, oilani o'ylab ikkilanib turibsiz. Yoki bo'lmasa, u insondan nima deydi, munosabat to'xtatgansiz, balki отношения hozir pauzada, shuning uchun unuta olmayapsiz. Balki oilangiz borligi uchun yaxshi ko'rgan insoningizni unuta olmayotgan bo'lishingiz ham mumkin, lekin unga qanaqadir bog'langan holatda turibsiz. Yoki-da oilangizga bog'langansiz, oilangizdan keta olmaysiz, yaxshi ko'rgan insoningizni deb. Qiziqishingiz bor, uni hayotiga qiziqishingiz bor, haqiqatni gapiryapsiz. Ya'ni qanaqa haqiqatni gapiryapsiz? Haqiqat oilangiz borligidir, haqiqat undan kecha olmayotganingizdir yoki u haqidagi haqiqatni qidirayotgandirsiz. Vaqtga tashlayapsiz. Siz boshqalarning manfaatini o'ylab, o'zingizni manfaatingizni unutganingiz, vaqt ko'rsatishi, lekin sizni yaratgan egam, farishtalar qo'llayotgani yoki bo'lmasa ajdodlar ruhi qo'llayotgani. Nimagadir sizda yo'l yo'q deyapsiz, xafa bo'lyapsiz munosabatga. Oxiri yo'q deb bilyapsiz. Bu munosabatda oxiri yo'q deb bilyapsiz. Balki haqiqat shudir. Taqdirda bu taqdiringizga kelgan balki sinovdir, balki taqdiringizdagi bir darsdir sizga kelgan. Balki ba'zi birlaringizda chin taqdiringiz shu inson bo'lgandir. O'ziga yarasha bu munosabatni mas'uliyati borligini aytyapsiz. Yoki bo'lmasa oilada siz o'zingizga yarasha mas'uliyatingiz bor. Mas'uliyatingizni ham bu munosabatni to'xtatayotgan bo'lishingiz mumkin. Mas'uliyatni o'ylaganingiz uchun ham sizga omad eshiklari ochilyapti. Ya'ni qaysidir eshik yopilib, qaysidir eshiklar ochilayotganligi sizga omad, baraka, tinchlik, haqiqiy chin kasbingiz, chin nimangiz, nima deydi, munosabatdagi insoningiz kirib kelishi. Balki shunaqa insoningizdir u, balki endi kirib kelar. Aql bilan ish qilishga harakat qilyapsiz. Ba'zida yolg'iz qolib chuqur o'ylayapsiz nima qilishni, chunki siz har taraflama o'ylaydigan insonsiz. O'ylab analiz qiladigan, chunki sizning xayollaringiz, maqsadlaringiz ko'p. Chiroyli xayollar suryapsiz, maqsadlaringiz ko'p. Kurashdan foyda yo'q deyapsiz. Nimagadir kurashgingiz kelmayapti. O'zingiz ustingizda ishlagingiz kelyapti. Ajoyib kartalar. Munosabatda o'sha oxiri yo'q deyapsiz. Oxiri yo'q deyapsiz. Lekin xayollaringiz, maqsadlaringiz o'zingizga yarasha oilada balki mas'uliyatingiz borligini, o'zingizga yarasha maqsad, orzularingiz borligi, kurashdan foyda yo'qligi, o'zingiz ustingizda ishlamoqchiligingizni aytyapsiz. Karyera qilmoqchimisiz? Oilaga pul kerakmi? O'shani o'ylayapsiz.
Kim bilandir tortishib qolishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling. Tortishmang hech kim bilan, aql bilan ish qiling. Ya'ni emotsiyaga berilmang azizlarim. Harakat qiling siz faqat. Sevgida adolatsizlik bo'ldi deb bilyapsiz. Shu bemas kartani ozgina bekitamiz. Adolatsizlik bo'ldi deyapsiz. Lekin sizda yangidan hayot boshlanishi tushyapti. Avgust oyida munosabatni yo yangidan boshlaysiz, to'xtatib yoki ishda yangidan boshlanish chiqyapti sizda. Siz kuchli shaxssiz, juda kuchli shaxssiz. Erkakdirsiz, ayoldirsiz, kimni kuzatayotgan bo'lsa, kimni energiyasi tushgan bo'lsa, kuchli, har taraflama, o'zingizga ishongan, hamma narsani uddalay oladigan. Shu paytgacha siz uddalab kelgan insonsiz hamma narsani, bundan keyin ham uddalay oladigan. Ya'ni yangidan boshlashga bemalol kuchingiz yetadigan. Nimanidir o'rganishdasiz. Qarang, nimanidir o'rganyapsiz yoki o'qiyapsiz yoki ish qilyapsiz, nimadir biznes qilyapsiz. Sizga yangi eshiklar ochilyapti. Balki munosabatda, balki ishda yangi eshiklar ochilayotgani, baraka kelyapti, qut baraka kelyapti. Siz mavqega erishyapsiz. Ya'ni karyerada o'sish bo'lyapti sizda. Qalbingiz og'riqlari to'xtashlaringiz menimcha keraksiz energiya sarflashlaringiz, uchrashishni xohlayotganlaringiz hammasi tugaydi. Avgust oyida hammasi tugaydi. Siz zo'r natijalarga erishyapsiz. Ya'ni sizdagi og'riqlar, sizdagi to'xtab qolishlar, keraksiz joyga energiya sarflaganingizni tushunib yetishingiz, u insonni kutishingiz, hammasi tugashligi avgust oyida. Ba'zi birlaringlarda mana oila davrasida xursandchilik bilan buni nishonlayapsiz. U inson sizni bilmadi mayli, qalbingizni og'ritib ketdi. Uni hozirgi holati yaxshi emas. Siz yutib chiqdingiz bu o'yinda. Bu taqdir o'yinida siz yutib chiqdingiz. Siz kuchli shaxssiz chunki. Ajoyib kartalar. Siz kuchli shaxssiz. Pullaringizni kontrol qiling. Bo'ldi, shubhalaringizni hammasini yig'ishtiring. Pullaringizni kontrol qiling, yangidan hayot boshlang, talpinishdasiz. Siz kuchli shaxssiz. Ajoyib kartalar, uje yakunlayman. Ajoyib kartalar tushdi. Bugungi ochirim o'zimga ham yoqdi. O'zim ham buni qabul qildim, oldim. Siz har taraflama kuchli shaxssiz, ko'ryapsizmi? Sizda hamma imkoniyat bor, hamma imkoniyatni qila oladigan shaxssiz. Ishlang, harakat qiling. Bo'ldi, hammasini qo'yib yuboring. Pullaringizni, sizga kerakli pullarni toping, yangidan hayot boshlang. Sizda hammasi zo'r degani. Omad tilayman azizlarim har biringizga. Avgust oyi omadli kelsin har birimizga.